5-yil 3-may sanasida turibmiz. To'xtamurod kavrak plantatsiyalariga dori quygan kelganmiz. 7-dorimizni quyamiz. Farq o'zingizlar ko'rib turibsizlar. Bu yoqdagilar bu yil ishlasa bo'ladigan 5-6 yoshli kavraklar. Bular 2 yoshli kavraklar. Yil Qashqadaryo viloyati Dehqonobod tumani Qizilbayroq qishlog'idamiz. 3-may sanasida dorilarimiz sinalayotgan sinov maydonchasiga keldik. Atrofda vegetatsiya davri tugadi. Xudo xolisa bizani sinov maydonchamiz 99% yaxshi turibdi. Orasida bitta-ikkita endi bionik ta'sir qiladi, Umumiy holatda zo'r turibdi. 7-dorimizni sinashda davom etamiz. Xudo xolisa qolganlarini kuzatib borasizlar. Rezultatini ulashib boramiz. Hurmatli kuzatuvchilar, 2025-yil 3-may sanasida Qashqadaryo viloyatida Dehqonobod tumani Qizilbayroq qishlog'idamiz. Tutashgan xonadonlarida turibmiz. Hovlilarga ekkan 6-7 yillik kavraklariga dorilarimizni bularda 5-si. Bularda aprel o'rtasidan boshladik. Boshqa joylarda aprel boshida boshlagan bo'lsak, shunda ham rezultat yomon emas. Bizda dori quyayotgan joy. Bu bizning quyishimiz bo'tga 5-si, 4 yo 5-si. Ko'rib turibsizlar natijani. Xudo xolisa quyishda davom etamiz. Sizlar kuzatishda davom etinglar. Oxirida ko'lab ildizini katta kichikligini ko'rsatamiz.